Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan mamlakat Milliy majlisidagi chiqishi chog'ida hukumatning budjet siyosatini tanqid qilgan muxolifatga javob berar ekan, o'z his-tuyg'ularini jilovlay olmadi. Majlis jonli tarzda efirga uzatildi. Ma'lum qilinishicha, Pashinyanning chiqishi chog'ida unga muxolifat tomonidan budjet siyosati haqida tanqidiy fikrlar bildirilgan. Shundan so'ng mamlakat bosh vaziri asabiylashib ketgan. Odamlar, ular budjetni to'ydirishmoqda. Ularni qayerga qo'yamiz? Cho'ntagimizgami degan Pashinyan qo'llarini silkitib. Qolaversa, u betartib nutqi chog'ida raqiblarga o'zining o'rnida bo'lib ko'rishni va hukumat budjetini to'ldirayotgani va bundan keyin ham to'ldirishini aytgan. Hamda oppozitsiyani noo'rin tanqid qilganlikda va asossiz ayblar qo'yganlikda ayblagan. Shuningdek, parlamentda Pashinyan Armaniston Ozarbayjon bilan tinchlik shartnomasini imzolashga tayyorligini ham qo'shimcha qilgan.